Menga birinchi shu operatsiyadan oldingi holatingizdagini diskini bering, bitta ko'ring. Griji Hector 55 da ham pastga oqib ketgan ekan. 55 S1 tepaga oqib ketgan ekan. Короче, hozir operatsiyani siz 25-sentyabr 11-sentyabrda operatsiya. hop 11-sentyabrda operatsiya qildirgansiz, oktyabrda повторен MRT qildirgansiz, to'g'rimi? Qildirganim o'zim uchun, chunki oyog'imdan cho'loqlanish yo'qolmadi. Cho'loqlanish yo'qolmadi. Lekin hop operatsiyadan oldingi operatsiyadan keyingi holatni ko'radigan bo'lsa, operatsiyadan oldingi operatsiyadan keyingi holatni ko'radigan bo'lsa, почти o'zgarish yo'q. O'zingiz ham ko'rdingiz-a? Ular doktor aytdiki, u grija emas, qop oqib chiqdi. Yo'q, grija просто или operatsiya qilgan qayta joyidan chiqib kelgan, или ochgan qayta topolmay yopib qo'ygan. Ochgandagi topadi-yu, olib berganmi, qayta chiqqan unda joyidan. Siz ham traditsionniy versiyasini qildirgan ekansizda. Menga o'sha payt Qanaqani bering? MRTni mana haytekini bering. Endoskopiya usuli bor, mikroskopik usul bor. Sizniki traditsionniy usulda qilingan. Endoskopiyani maqtash o'zi endi men keyin bilganman. O'sha payt men hech kim tushuntirmadim. Bitta narsa endoskopiyadan keyin ham chiqadigani chiqaveradi. Traditsionniy ham chiqadigani chiqaveradi grejani. Chunki yaqinda bitta patsientimiz keldi. Grejasi 13 mm bo'lgan, operatsiya qilgan. Qattiq ham yetmayman. Chunki yo'qman. 13 mm bo'lgan, ertasi kuni og'riq kuchli bo'lgan. MRT qilishgani xuddi sizga o'xshagan holat bo'lgan. U yerda gematoma bo'lib qon qotib qolibdi deyishgan. Yana operatsiya qilishgan. Operatsiya qilgandan keyin 4 kundan keyin javob bera olishgan. Men oyog'imda og'riq ketmayapti. Hozir esa shamollash bor, ketadi degan. Короче, 2 kunda 2 marta operatsiya qilingan. 4 kundan keyin chiqarib olishgan. 4 kundan keyin chiqib yana MRT qilsa, yana grija turib chiqasizmi? 2 marta ham grijani olgan, 3-inchisi ham grija chiqib turibdi. Yana shu joydan chiqqan, olgan joydan chiqqan. Olgan joydan chiqqandan keyin barisidan to'g'ri bu yoqqa kelishdi. Lecheniya qildik. Allohning izni bilan 10 kun ichida o'sha og'riqlardan butkul xolos bo'ldi. Shu yer qayta chiqqan edi o'tdi grija. Sizda ham hozir MRT hozir qarang, gapingiz bo'ldi, og'riq yo'q. Bu men cho'loqlanishib ketgan. O'sha operatsiyadan oldin mana barmoq yurib turadi, rasmi? Yo'q, uchida tovonda yurg'izadi. Ha, sizdan oldin 5-6 ta klinikaga borganman, ommaxonaga ham borganman, yana Eldor Med degani bor. Ha, unga ham borganman. MDS yondagimi? Ommaxona operatsiya degan Eldor Med aniq qilaman deb, lecheniya qilib beraman degan, endi men unga ishonmaganman to'g'risi. Anaqa degimi? Anaqa bo'lmagan, ixlos bo'ladi-ku. Hop. Bitta qaysi bir tashoratda, chap tashoratda. Metroda ko'p qatnayman, metroda yursam, men kafil sig'anchiku. Ha. Men Sudrab yurasiz. Sudrab ketaveradi. Tovonda yurib beraman. Tovonda yuraman. Malobirtsovый nerv тоже shikastlanish bo'lgan ekan-da. Operatsiyadan oldin ham shunaqa edi, hozir ham shunaqa. Operatsiyadan oldin ham cho'loqlanib yuribsiz, operatsiyadan keyin shunaqa bo'ldi. Shu barmoq. Ano malobirtsovый nerv bo'ladi, shu grija yallig'langandan keyin shikastlangandan keyin ko'proq shunaqa holat bo'ladi. Nervni vaskulyazasiga vaqt kerak. Nervasi chunki operatsiyadan keyin ham tiklanishga 1-1,5 yil vaqt ketadi o'zi. Lekin reabilitatsiya qilish kerak. Bizda hech kim reabilitatsiya qilmaydi. Lekin bizning muolajamiz o'zi reabilitatsiya hisoblanadi. Immun o'sha fiziologik turib, grijani rastatsiya qilib, xudo xolasa qilinadi. Qarang. O'zgalikda ko'ryapman. Operatsiyadan oldingi operatsiyadan oldin qanaqa holatda grija chiqqan bo'lsa, xuddi shunaqa oq turibdi, qarang.
1.2 pastgacha 2 santimetrga ketyapti. G'amimiz bitta 8 millimetr chiqadi. Tepaga oqqanini hisoblasa 1.8 chiqadi. 11'ga 16'mda shunaqa edi. 11ga mandoq qilsa, Keyingisi 11ga 2, bunaqa 8ga 18. Bu operatsiyadan keyingi holat. Ha, bu turibdi-da buni. Mana qani 26-yil 01 degisi bu. Mana ham operatsiya qilgan joyini o'rni shiram bo'lib turibdi, ko'rasizmi? Ha. Shiram bo'lib turibdi. Shiram bo'lib turibdi. Qani mana bu bitta ko'ringlarmi, gidrofiniya holatda paydo bo'lgan. Bu chap tarafingizda. Shoxlikni ham ko'rinmaydi. Sizda hozir 10 tarafingiz, Yo'q, chap taraf. chap tarafingiz og'riyapti, to'g'rimi sizda? Og'rish yo'q, cho'loqlanish. Cho'loqlari chap tarafingiz. Haligi bu yerda turgan grija 10 tarafda turibdi. Ha, sho'lish ham bo'ldi. 10 taraf. Birinchisi ham shunaqa qo'yganmi? Ana qiling, lekin любой время masalan pristup berish mumkin bunaqa, tushunyapsizmi? Shundan. Mana zemsa o'zi ham 5 santimetr kesilgan ekanda. Почти. Ikkita olinganda chunki. Ikkita olgan, lekin ikkalasi ham qanday o'zi shunday turibdi deb qizig'i bo'ldi, o'shanga hayron qoldim. O'shanga men ham hayron qolganman-da, hamma joy ko'z. Shu kaset taqqanman. Endi ovqatga to'g'ri 10 minutdan ko'proq o'tirganman. Qarang, operatsiyadan to o'zi kelgunizgacha qancha vaqt ketgan? Mana operatsiya Normal yurishgan? Ha, operatsiyadan keyin to turmush tarzingizga to'g'ri tushib ketgungacha qancha vaqt ketgan? 1 oy ketgan. 1 oy. Zo'r vaqt ketdi. Даже men onamlarni qildirganda 3 oy qiynalayotganlar qorin bilan. Mana operatsiya o'sha qildirgan joyingizda qilganlar, qilishgan. Yurib borib nasligada chiqqanlar-da. Ko'p shotdan yomon chiqadi ekan, lekin bu ko'p eshitgan. Shunaqa. Men afsus shunaqa lekin, aka. Shunaqa. Xo'sh. Oyog'ingiz tortish yaxshimanchi? Yaxshi. Orqada qolib ketmayapti-ku. Kelganingizga nisbatan rezultat sezdingizmi? Ancha bor, rezultat. Ancha bor-a? Ancha bor. Bitta protsedurada xolos.